Bugundan boshlab YouTube'da yangi loyiha boshladik. Yana bitta qiziq ma'lumot, kompaniyani hozirgi kunda egasi yo'q. Butun dunyo bo'ylab 70 ta mamlakatda, davlatda o'zini filiali yo'masa dilerlari bor. Asosiy sohasi elektroplating, ya'ni qoplama. Bu apparatimiz metalli soxtaligi, qalbaki yo'q, qalbaki emasligini aytib beradi. Metal analizator Goldscope 515 modeli juda ham mashhur. Kompaniya o'zi ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o'zi akkreditatsiya standartlarini o'zini taqdim qila oladi. Fisher apparatlari bilan shug'ullansanglar, o'zingizlardan faxrlansanglar bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga. Meni ismim Javohir Abdurahmonov. Men Starmix kompaniyasini ish boshqaruvchisiman. Bugundan boshlab YouTube'da yangi loyiha boshladik va bundan maqsad sizlarga ko'proq ilm berish va zargarchilikda ishlatiladigan apparatlarni ko'proq ma'lumotini yetkazib berishdir. Hammaga ma'lum, biz shu kungacha Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq faol bo'lib kelganmiz va bundan buyog'ida YouTube'da ham o'zimizning aktivligimizni oshiramiz degan umiddamiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan Fisher kompaniyasi haqida bo'lib o'tadi. Fisher kompaniyasi ko'pchilik biladi, O'zbekistonda juda ham mashhur, ya'ni metal analizator apparatlari O'zbekiston hududida metal tarkibini aniqlashda juda ham katta xizmat qilyapti. Bu apparatlarimiz metal tarkibini nima elementlar borligini ko'rsatib beradi. Masalan, bizning soha zargarchilik bo'lgani uchun ko'proq oltin sohasida ishlatiladi va oltin probasini aniqlashda hozir juda ham ko'p qo'llanilyapti. Va aytib o'taman, O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda Starmix kompaniyasi Helmut Fisher kompaniyasining rasmiy dileri hisoblanadi. Xo'p, kompaniya haqida prezentatsiyamizni boshlaymiz. Rasmda ko'rib turgan odam Helmut Fisher kompaniyasining asoschisi hisoblanadi va kompaniya ham shu odamning to'liq ismiga nomlangan. Hozirda bu odam hayotdan ko'z yumgan, adashmasam 2-3 yil oldin va o'zidan shu kompaniyani qoldirib ketgan. Yana bitta qiziq ma'lumot, kompaniyani hozirgi kunda egasi yo'q. Ya'ni bu odam o'zini vafotidan so'ng kompaniyani jamiyatga, ya'ni kelajakka qoldirib ketgan. Bu nima degani? Bu kompaniyani hech kim egalik huquqiga ega emas, hech kim sotib ola olmaydi va sotib ola olmaydi ham. Shunaqa qiziq ma'lumotlari bor. Insonning sloganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nima yozilgan? Bu aytayapti, hayotimni men o'zi aniqlik o'lchov birliklarini o'lchovchi instrumentlarni rivojlantirish bo'yicha bag'ishladim va odamlarni ishini yengillashtirishga maqsad qilganman degan iborasi bor. Xo'p, kompaniya haqida qisqacha ma'lumotlarni ko'rib ketishingiz mumkin. 1953-yilda kompaniya o'z ish faoliyatini boshlagan, ya'ni 2 yil oldin 70 yillik yubileyga bo'ldi va yubileyda men o'zim shaxsan ishtirok etdim. Juda katta va chiroyli yubiley bo'lib o'tdi. Kompaniyani Helmut Fisher 22 yoshida ochgan ekan va shundan so'ng 2000-yilgacha o'z faoliyatini yurgizgan kompaniyada va 2000-yilda pensiya yoshiga chiqib ishdan ketgan va aytib o'tganimdek kompaniyani kelajagiga topshirib ketgan. Va qisqacha tarixlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. 1980-yilda bunaqa X-ray, ya'ni rentgen apparatlarini rivojlantirgan va 2010-yilda dunyo miqyosida juda katta ishlar qilib, juda ko'p dunyoda o'zini dilerstvo joylarini yoki o'zini shaxsiy filiallarini ochishni boshlashgan. Bu rasmda ko'rishingiz mumkin, Helmut Fisher kompaniyasining joylashuvi, ya'ni Sindelfingen degan shaharda, rayonda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, rasmda birinchi joy reception management degan, ya'ni bu kirish qismi. Bundan keyin R&D muzeyim bor, ya'ni research and development, ya'ni muzeysi bor. Bu yerda yangi texnologiya bo'yicha ishlashadi va muzeysi bor. Muzeysini agar borib ko'rsanglar bu zavodga albatta kirishingizni maslahat qilamiz, sababi bu yerda tarix bor. 70 yillik kompaniya nima ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'sha ilk boshdan hozirgacha bo'lgan hamma instrumentlarni qo'yib qo'yishgan va juda ham qiziqarli joy. Tavsiya qilaman borib ko'rishni. Uni orqasida application marketing sales service deb yozilgan, ya'ni bu yerda ko'proq servis bilan shug'ullanishadi, marketing bo'limi ham bor. Biz borsak shu zdaniyada o'z bilimlarimizni oshiramiz va katta zdaniyani ko'rib turishingiz mumkin. Bu ishlab chiqarish zdaniyasi hisoblanadi. Bu rasmda 3 etaj ko'rinyapti, lekin aslida 4 etaj. Buni podvoli ham bor. Podvolidan boshlab to 4-etajgacha hamma joyi ishlab chiqarish. Xo'p, keyingi slayd keladigan bo'lsa, bu yerda qiziqarli juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Bu chap tomonda ko'rib turganinglar coating thickness measurement otdi kompaniyani nimalar bilan shug'ullanadi. Ya'ni Fisher kompaniyasining eng asosiy qiladigan ishi birinchi bo'lib qoplama qalinliklarini o'lchab berish. Ya'ni qoplama qalinligi u xoh kraska bo'lsin, xoh metal qoplama bo'lsin, nima qoplama bo'lishidan qat'iy nazar bu kompaniya hammasini o'lchash imkoniyatiga ega. Ikkinchisi material analysis, ya'ni bunda biz metallarni tarkibini analiz qilish bilan boshlaymiz. Ya'ni
bu metal tarkibida nima elementlar borligini bizga aytib beradi. Yonimizda turgan apparatlar, shunga o'xshash apparatlar. Keyingisi, uchinchisi nano indentation deydi. Ya'ni bu qoplamani qanchalik chizamliligini ko'rsatib beradi. Ya'ni aytganimdek, u xoh kraska qoplama bo'lsin yoki metal qoplama bo'lsin, qanaqa qoplama bo'lishidan qat'iy nazar, uni ustidagi qoplamani qanchalik bardosh berishini isbotlab beruvchi apparat hisoblanadi. Va to'rtinchisi material testing. Bu ham o'sha material tarkibini, ya'ni metallarning tarkibini ishlashga qo'l beradi. Xo'p, keyingisi kompaniya haqida juda ham qiziqarli statistikalar. Hozirgi kunda aytib o'tishim kerak, bu slaydimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda bular biroz o'zgargan statistikalari va sizga hozirgi kundagi statistikalarni tanishtirib o'tib ketaman. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab Fisher kompaniyasi ishchilar soni 1000 tadan oshib bo'lgan va 300 tasi, ulardan 300 yoki 400 tasi kompaniyani shu Sindelfingen ishlab chiqaruvchi joyida ishlaydi va qolganlari boshqa dunyoning nuqtalarida joylashgan ishchilarning soni. Butun dunyo bo'ylab 70 ta mamlakatda, davlatda o'zini filiali yo'masa dilerlari bor. Ya'ni ulardan 21 tasi o'zini shaxsiy filial hisoblanadi, ya'ni o'zi egalik huquqiga ega va 50 tadan oshiq dunyoda dilerlari bor. Boya aytib o'tganimizdek, Starmix ham O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda yagona va rasmiy diler hisoblanadi. Hozirgi kunda Helmut Fisher kompaniyasini aylanma harakati 200 million yevrodan oshgan. Buni tasdiqlangan statistika va kichkina kompaniya emas, ko'rib turishingiz bo'yicha hamma narsasi Germaniyada ishlab chiqariladi. Hamma narsasi deganda bir 90% narsani nazarda tutolmas, sababi 100% hamma narsani bitta davlatda ishlab chiqarish qiyin. Qaysidir zapchaslari chet davlatdan olib kelinishi mumkin, lekin 90% narsasini kompaniya o'zi ishlab chiqaradi. O'sha boyagi ko'rgan rasmiylarda barcha narsasi noldan boshlab ishlab chiqariladi. Bu temiri ham, ichidagi ko'p narsasi ham. Xo'p, yana qiziq ma'lumotlardan, qiziq statistikalardan bittasi kompaniyaning 70 yillik tarixga ega, boya aytib o'tganimizdek va 50 dan ortiq aktiv patentlari bor. Ya'ni bu patentlar hali ham o'z kuchida va bundan foydalanib keladi kompaniya. Va oxirgisi, buni ham aytib o'tdik, kompaniya foundation led degani bu kompaniyaning egasi yo'q degani. Ya'ni buni jamiyat egalik qilish huquqiga ega bo'ladi. Yana qo'shimcha qilib aytib ketmoqchiman, nimaga bunaqa qilingani sababi Helmut Fisher janoblari butun umrini shu kompaniyaga shu texnologiya bag'ishlagandan keyin, men o'tib ketgandan keyin kimdir kompaniyani xonavayron qilmasin yoki kimdir sotib yubormasin degan maqsadda bu ishlarni qilingan. Ya'ni hech kimga ishonmaganlik orqasidan. Xo'p, kartada ko'rishingiz mumkin, Helmut Fisher kompaniyasini o'zini filiallari va dilerlari joylashgan nuqtalari oranjiy rangda o'zini filiallarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Janubiy Osiyo tomonlarida, Xitoy, Malayziya, Tailand tomonlarida juda ham ko'p o'zini shaxsiy ofislari bor va qorada turgan narsalar bu dilerlari bizga o'xshagan. Uni o'zingizlar kuzatishingiz mumkin. Amerikada ham o'zini ofislari bor. 3 ta ofisi bor Amerikada, shaxsiy, Meksikada va Kanadada dilerlari borligini ko'rishimiz mumkin va Janubiy Amerikada juda ham ko'p dilerlar bilan ishlaydi va bitta dona o'zini shaxsiy ofisi Braziliyada joylashgan. Fisher kompaniyasini asosiy qanaqa sohalarda ish faoliyatini yurgizishini ko'rishingiz mumkin rasmda. Bu yerda asosiylarini aytib o'tamiz. Juda ham ko'p sohalar bilan hamkorlikda ishlaydi va yetkazib beradi o'zini apparatlarini. Asosiy sohasi elektroplating, ya'ni qoplama, galvanistik qoplama deyiladi. Ya'ni ko'pchilik biladi, zargarchilikda ham yo'masa boshqa sohalarda ham juda ham ko'p bu galvanistik qoplamani qo'llashadi. Sababi bilamiz, metal zanglab qoladi. Vaqt o'tgan sari o'shaning uchun biz qoplamalar qilishga majbur bo'lamiz va qoplamaning ikkinchi sababi tok o'tkazuvchanligini ham inobatga olish kerak va bu mikrosxemalarga juda ham ko'p tilla qoplama yo'masa boshqa shu tok o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lgan metallardan qoplama qilinadi. Xo'p, keyingisi bizning sohamiz aytib o'tamiz, gold, ya'ni oltin sohasi, zargarchilikda juda ko'p apparatlarini yetkazib beradi. O'zbekistonda ham metal analizator Goldscope 515 modeli juda ham mashhur. Hozirgi kunda 100 ga yaqin Goldscope 515 apparatlarini O'zbekiston hududiga sotilgan va Markaziy Osiyoda ham boshqa davlatlarda, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham sotilib turadi.
va yana mashhur sohasi aerospace, ya'ni samolyot sohasida ham juda ham ko'p оборудованияlarni yetkazib beradi va kraska sohasida ham shuni aytib o'tishimiz mumkin. Va qolgan sohalarda ham, kema sozlikda ham juda ko'p bunaqa instrumentlar qo'llaniladi. Sababi kema sozlikni bilamiz, suv bilan kontakt bo'lgani uchun uni zanglash oldini olish uchun unaqa qoplamalarni обязательно juda ham aniqlikda o'lchash talab qilinadi. Xo'p, qisqacha Fisher kompaniyasi qanaqa instrumentlarni ishlab chiqarishini tushuntirib o'tamiz. Birinchisi tactile instrument deydi, ya'ni bu qoplamani o'lchab berishga xizmat qiladi va bularning ichida biz bitta narsani aytib o'taman. Sigmascope degan shu instrumentimiz bor. Xudo xolasa buni ham keyinchalik tushuntirib o'tamiz. Bu apparatimiz metalli soxtaligi, qalbaki yo qalbaki emasligini aytib beradi. Bularni ham alohida video qilib chiqaramiz. Xo'p, ikkinchisi XRF texnologiyasi hisoblanadi. Ya'ni X-ray texnologiyasi. Bu texnologiya orqali biz rentgen orqali metallarni yo'masa qoplamalarning qalinligini o'lchashda ishlatamiz. Va keyingisi nano indentation, boya aytib o'tganimdek, bu apparatlarimiz qoplamani qanchalik bardoshligini tekshirib beradi. Ko'rinishlari shunaqa bo'ladi. Va to'rtinchisi automation degan, ya'ni bu avtomatlashtirilgan katta zavodlarda, masalan, mashina ishlab chiqarish zavodlarida ish beradi. Bu yerda yana qiziqarli ma'lumot bor. Fisher kompaniyasi dunyoda juda ham ajralib turadigan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Sababi kompaniya o'zi ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o'zi akkreditatsiya standartlarini o'zini taqdim qila oladi. Bunaqa kompaniya dunyoda juda ham oz va bulardan bittasi Fisher kompaniyasi hisoblanadi. Ya'ni buni akkreditatsiya laboratoriyalari Amerika, Shvetsariya, Xitoy va Meksikada joylashgan. Hamma sertifikatlar bilan jihozlangan, ya'ni ISO 9001 va boshqa sertifikatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan eng qiziqarli va oxirgi slaydimizga keldik. Agarda sizlar Fisher apparatlari bilan shug'ullansanglar, o'zingizlardan faxrlansanglar bo'ladi. Sababi Fisher apparatlariga bitta sizlar emas, balkim butun dunyodagi eng kuchli kompaniyalar o'zini ishonchini bergan. Ulardan sanab o'tishimiz mumkin. Boeing kompaniyasi, bilasizlar, Boeing va Airbus kompaniya, ya'ni ko'pchilik Aerobus deydi. Aerobus kompaniyalarini o'zini ishonchini bergan bu kompaniyaga. Yana Mercedes kompaniyasi, Volkswagen kompaniyasi, Porsche, Germaniyada juda ko'p, почти hamma zavodlar shu Fisher kompaniyasini apparatlarini ishlatadi va Tesla Amerikadagi, BYD Xitoydagi biz hamma biladigan zargarchilik sohamizda Pandora va Swarovski kompaniyalarini aytishimiz mumkin. Juda ham ko'p brendlar tilla sohasida buni ishlatadi. Endi men ko'zga ko'ringan Swarovski, Pandorani misol qilib keltirishimiz mumkin. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin Siemens, Bosch, biza ishlaydigan Heraus kompaniyasi. Heraus faqat ligatura ishlab chiqarmaydi, oltin slitkalarni ham sotish bilan asosiy ish faoliyatini yurgizadi. Va boshqa shunga o'xshash kompaniyalar. Videolarimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bu Helmut Fisher kompaniyasi haqidagi ilk videomiz edi va keyingi videolarda sizlar bilan Goldscope apparatlarining turlari va ularning nazariy va amaliy jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Hammaga rahmat.